Ba'zan insonning eng katta orzusi mansab yoki boylik emas, balki bir hujjatda o'z ismini ko'rishdir. Chunki shu ism orqali u jamiyatda tan olinadi, qonun oldida mavjud bo'ladi. Yillar davomida fuqaroliksiz yashagan insonlar uchun ana shu orzu bugun voqelikka aylandi. Ularga fuqarolik berildi va bu qaror bilan dillarda yangi umidlar qanot yozdi. Inson uchun vatan va fuqarolik tushunchalari beqiyos ahamiyatga ega. Fuqarolik huquq va majburiyatlar majmui insonning jamiyatda o'z o'rni, o'z ovozi va o'z kelajagiga bo'lgan ishonchidir. Dunyoda shunday taqdirlar borki, ular turli sabablarga ko'ra fuqaroligi bo'lmagan holda yashashga majbur bo'lgan. Ana shunday insonlar taqdiriga befarq bo'lmagan yurtimiz insonparvarlik va adolat tamoyillariga tayanib, ularga fuqarolik berish orqali yangi hayot eshiklarini ochdi. O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga muvofiq Samarqand viloyatida 14 nafar fuqaroligi bo'lmagan shaxslar O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilindi. Samarqand shahar va Urgut tumanida mazkur fuqarolik pasportlari mutasaddilar ishtirokida tantanali tarzda topshirildi. Fuqaroligi bo'lmagan shaxslar orasida turli millat, turli taqdir sohiblari bor. Kimdir bolaligidan sarsonlikda o'sgan, kimdir esa hayot sinovlari sabab o'z yurtidan uzoqlashgan edi. Ular uchun fuqarolik daxldorlik, tinchlik va ertangi kunga ishonch demak. Davlat tomonidan berilgan bu e'tibor inson qadri eng ulug' ne'mat ekanini yana bir bor isbotladi. Qo'llarida fuqarolik pasporti tutgan insonlarning ko'zlarida yosh, dilida esa shukronalik aks etdi. Ular endi o'zini begona emas, balki vatanning bir bo'lagi sifatida his etishdi. Tojikiston Respublikasining Panjkent tumanida tug'ilganman. O'zbekiston Respublikasiga 33 yil mobaynida istiqomat qilib, o'rta maktablarni bitirib, O'zbekiston Respublikasining fuqaroligini olishlikni orzu qilib yurgandim shuncha yildan buyon. Mana bugun yangi yil arafasida menga O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi berildi. Bundan juda ham xursandman. O'zbekiston ular uchun nafaqat yashash joyi, balki taqdirini bog'lagan ona yurtga aylandi. Shu tariqa insonparvarlik va adolat asosida qabul qilingan qaror ko'plab qalblarga nur, hayotlarga esa yangi ma'no olib kirdi.